Assalomu alaykum qadrdonlar. Omonmisizlar? Tanjonlaringiz sog'mi? Bizda obyektga bitta baho beringizlar. Bu obyekt bilasizlarmi qayerda? Bu shunday joyda hey desangiz Samarqanddan turib bittasi ha dedi. Panjakent. Panjakent tarixiy afsonaviy Panjakent. Mana shu bizning joyimiz. Asta boshlab olyapti. Duo qo'yasizlarmi? Mana shu chiroyli uychalarni yasab Panjakent xalqini chiroyli kvartira bilan ta'minlashimiz kerak ekan. Mana qattiqroq baqirsangiz eshitadi Samarqandda. Mana Zarafshon daryosi. Shamol bizda hozir qancha 50 gradus 45 gradus issiq bo'lsa, bu yerda salqin shabada terlamaysiz, mana ko'ryapsiz, umuman terlamay ishlaysiz. Mana shu sizlar Samarqandga olib boradi. Siz ham shunday joyda ishlagan bo'larmidingiz? Glavni hech kim patent so'ramaydi, registratsiya so'ramaydi. Maza qilib, obyektga tushib, qurtovlarni urib, Panjakentni birga bir osharni urib, daryoga bitta tashab kelasizda, Zarafshon daryoga bitta tashagan ishni davom ettiraverasiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Ko'rishguncha.